Aqlli sichqoncha Muazzam Ibrohimova. Yaqin o'tgan zamonda, bilmam qaysi tomonda, ahil bir xonadonda kompyuter bilan sichqoncha juda inoq yashashar ekan. Ammo qahramonimiz boshqalarga o'xshamagani uchun ba'zan xafa bo'lib qolarkan. Nega men boshqa sichqonchalarga o'xshamayman, kompyuterjon? Men ham maza qilib sakrashni, shiringina pishloqni yeyishni xohlayman. Chunki sen aqlli sichqonchasan, debdi kompyuter uning boshini silab. Aqlli bo'lgim kelmayapti. Men sichqoncha Jerriga o'xshasam deyman. Mushukcha Tomning adabini beradigan mittivoy bor-ku. Kompyuter soniyalar ichida sichqonchani Jerriga o'xshatib qo'yibdi. Ana bo'ldi. Bor, bir maza qilgin. Faqat unutma, dastur 2 soatga mo'ljallangan. Sichqoncha stoldan sakrab tushib, raqsga tusha ketibdi. Umbaloq oshib yayrabdi. So'ng pishloq qidirishga tushibdi. Qarasa, burchakda tagi taxtachali chiroyli temir ilgakda bir bo'lak pishloq turgan ekan. Qoyil! U yugurib borib mazali yegulikka tashlanibdi. Ammo uni olishga ulgurmabdi. Uzoqdan ko'ziga chiroyli ko'ringan temir qo'rqinchli ovoz chiqarib ustiga tusha boshlabdi. Kompyuter baqirib ogohlantirmaganida belidan g'arch qisib qolar ekan. Bechora sichqoncha arang qochib qolibdi. Tavba, Jerri qanday qilib pishloq topadi? Kompyuter qo'yib bergan multfilmda bari boshqacha edi-ku. Och qorin bilan sakrab bo'lmas ekan. Sichqoncha tezda charchabdi. Kompyuterdan avvalgi holiga qaytarishni so'ramoqchi bo'lib turganida uni ko'rib qolgan baroqvoy rosa quvlabdi. Kompyuter qarasa, ahvol chatoq. Stolga arang chiqib olgan sichqonchani shosha-pisha avvalgi holiga qaytaribdi. Hayron qolgan baroqvoy esa uni bir-ikki hidlab "Miyov" debdi-da, ortiga qaytib ketibdi. "Yashasin! Men yana aqlli sichqonchaman!" deb sevingan mittivoy do'sti kompyuterga rahmat aytibdi. Qissadan hissa shuki, tekin pishloq faqat multfilmda bo'ladi. Ana shunaqa.